Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Mana bugun sizlar bilan biz patent savollarini ko'rib chiqamiz. 2026-yildagi mana shu patent savollarini razbori bilan ularga qanday javob berish kerak va javob variantlarini kerak bo'lsa qanday izlash kerakligini to'liq razbor qilamiz. Sizlarga o'zbekcha tarjimasi bilan tushuntirib berib ketaman. Birinchi savolga kelamiz. Какой максимальный срок непрерывного нахождения в России установлен для иностранца, въехавшего в страну в безвизовом порядке? Xorijdan kirgan, ya'ni xorijlik insonlar uchun vizasiz rejimda kirganlarga muddat qancha belgilangan deyapti. Ya'ni Rossiya hududida bo'lish muddati. Bu davlatlar ro'yxatiga misol uchun O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlar kiradi. Turkmaniston. Shu qatorda biz 90 kun deb belgilaymiz buni. Ya'ni 90 kun mana shu yerda joylashishingiz mumkin. Mana shuni belgilab qo'yasiz. Mana endi keyingi savolimiz. Когда закончилась Великая Отечественная война, длившаяся почти 4 года? Deyarli 4 yil davom etgan Ikkinchi jahon urushi haqida gap ketyapti. Bu yerda ana shu jahon urushi qachon tugagan deyapti. Bu jahon urushi bilamiz 1941-yil boshlanib, 1945-yil tugagan. Endi bu yerda ikkinchi yangisida прослушайте начало диалога и выберите правильную ответную реплику. E'tibor bering. Mana bu yerda siz audioni eshitasizda, keyin javob berasiz. Men bu yerda javoblarni tayyorlab qo'yganman. Endi eshitib ko'rasiz audioni qanchalik eshitiladi sizga. Прослушайте начало диалога и выберите правильную ответную реплику. Вы уже нашли себе новую квартиру? Вы уже нашли себе новую квартиру? Ya'ni siz o'zingizga yangi kvartira topdingizmi deyapti? Я помню, ты говорил об этом. Прослушайте начало. Я помню, ты говорил об этом. Esimda, sen bu haqida gapirgan eding. Endi buni logichskiy davomini topishimiz kerak. Bizda variantlar bor. Мои знакомые сняли kvartiru в центре города. Meni tanishlarim shahar markazida kvartira olishdi, ya'ni arenda qilishdi. Yo'q, to'g'ri kelmaydi. Пока нет, сейчас очень дорого. Hozircha yo'q, hozir juda qimmat. Keyingi variantimiz мы 2 года живем в этой квартире. Biz 2 yildan beri mana shu kvartirada yashab kelamiz, deyapti. Mana bu yerda bizda mana bu пока нет, сейчас это очень дорого variantimiz to'g'ri keladi. Shuning uchun shu variantni olamiz. Endi keyingi savolimiz. Российское законодательство предусматривает возможность депортации иностранцев и лиц без гражданства при выявлении у них ВИЧ-инфекции на территории РФ. Верно ли суждение? Endi aytyapti savol. Rossiya qonunchiligi xorijliklarni Rossiya hududida yurgan paytda VICH infeksiyani ularda aniqlasa, ularni deportatsiya qilishi mumkinmi? Mana shu deportatsiya qilishi mumkin degan fikr to'g'rimi deyapti. Verni to'g'ri, neverni noto'g'ri. Ya'ni biz verni variantini tanlaymiz. Bu Rossiya qonunchiligidan olingan. Bu qilish imkoniyati bor. Ya'ni deportatsiya qiladi. Keyingi savolimizda прочитайте текст и выберите правильный ответ. Matnni o'qing, to'g'ri javob variantini toping deyapti. O'qiymiz, tarjima qilamiz. Уважаемые гости, hurmatli mehmonlar, приглашаем вас на автобусную экскурсию по городу. Sizlarni shahar bo'ylab avtobusdagi ekskursiyaga taklif qilamiz. Экскурсия состоится 12 мая, вторник, с 10 до 14 часов. Ekskursiya 12 may seshanba kuni soat 10 dan 14 gacha bo'lib o'tadi, ya'ni soat 2 gacha. Место сбора у торгового центра Мир. Yig'ilish joyi Mir savdo markazi. Ya'ni endi aytyapti, ekskursiya начинается. Ekskursiya soat nechida boshlanadi? Biz aytdik bu yerda, ekskursiya состоится 12 maya, вторник, с 10 до 14 часов. Ya'ni soat 10 dan 2 gacha bo'lsa, demak, ekskursiya soat 10 da boshlanadi. Tushundingmi? Yana bu yerda dialog bor. Прослушайте аудиодиалог и определите, где происходит разговор. Mana shu suhbat qayerda bo'layotganini ko'rishingiz kerak. Eshitib ko'ramiz. Прослушайте диалог и определите, где происходит разговор. Выберите правильный ответ. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Мне нужны 2 фотографии на работу. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Assalomu alaykum. Sizga qanday yordam beraman desa, menga ishxonamga 2 rasm kerak deyapti. На пропуск. Но я не знаю точно, какие. Это Пропуск.
Ya'ni menga ikkita o'sha ishga o'tishga ruxsat kerak. Мы знаем размеры. Ana propuskka, ya'ni mana bu propus bo'ladi odamlar birkasi. Ana shunga unga rasmga tushish kerak. Endi bu odam qayerga kirgan degan savol bo'lyapti bizda. Когда они вам нужны? Сегодня. Хорошо. Qachon kerak sizga u rasm deyapti. Rasm olishni odam qayerga kiradi? Endi aytyapti, qayerda bo'lyapti bu suhbat savolda. Na работе, ishdami, в магазине, do'kondami, fotoatelye, ya'ni fotostudiya, ya'ni o'sha rasmga oladigan joydami? Ha, rasmga oladigan joyda degan variantimiz to'g'ri bu yerda. Endi keyingi savolimizga o'tamiz. Извините, не могли бы вы сказать, находится городская поликлиника. Где, как, откуда? Где, qayerda degani как, qanday qilib, откуда, qayerdan. Bu yerda aytyapti, kechirasiz, aytib yubora olmaysizmi? Shahar poliklinikasi qayerda joylashgan deganimizda, bizda где variantini olishimiz to'g'ri bo'ladi. Ana endi ko'ramiz. 8-vapros, 8-savolga kelamiz. O'zingizga belgilab keting mana shu savollarning javoblarini maksimum. Какой из этих городов находится на территории России? Mana shu shaharlardan qaysi biri Rossiya hududida joylashgan? Helsinki, Riga, Yekaterinburg. Yekaterinburg albatta Rossiyada joylashgan. Mana shuni belgilab qo'yasiz. Eslab qolishga harakat qiling. Endi yana bu yerda dialogimiz bor. Kafkazda, Severniy Kafkaz предлагает для туристов. Mana shu Janubiy Kafkazda, Shimoliy Kafkaz qanday takliflar beradi turistlar uchun, qanday dam olish turlari deganimizda audio dialogni eshitganimizdan keyin все виды отдыха, ya'ni har qanday turdagi dam olish turlarini taklif qilar ekan. Va audioni eshitib chiqqanman, shuning uchun aytyapman. Больше туристов привлекает в этом месте, что привлекает? Nima jalb qiladi? Da? Голубое море, ko'k o'sha dengizmi, красивая природа, chiroyli tabiatmi, zooparkmi? Nima bu yerda qiladi? Da? Bu yerda aynan bu holatda nimaligini belgilab qo'yishimiz kerak. Во время прогулок в экскурсиях в горы туристы могут видеть, nimalarni ko'rishi mumkin turistlar. Da, mana bu yerda красивая природani belgilab ketamiz. Turistlar, sayyohlar mana shu tog'larga chiqqandagi sayrlarda nimalarni ko'rish mumkin? Красивые дома отдыха, музеи под открытым небом, исторические музеи. Nimalarni ko'radi? Bu mana bu audio dialogimizning matni bor. Matnini biz Telegram kanalimizga yuklab qo'yamiz. Ana shu yerdan olsangiz bo'ladi batafsil. Какой полководец привел русское войско к победе в ледовом побоище 42 года? Mana qaysi sarkarda 1242-yili bu tarixiga oid savol. Ruslarni ana shu unaqaga Lidovoy побоищедagi aynan mana shu g'alabaga keltirgan. Bitva Lidovoy побоище Nevskiyda. Aleksandr Nevskiy olib kelgan mana shu yerga. Keyingi savolimiz, прочитать объявление и выберите правильный ответ. Savol объявлениeni e'lonni o'qib, to'g'ri variantni belgilang. 15 апреля 18:00 в кабинете номер 2 состоится встреча для родителей детей, которые пойдут в первый класс. 15 aprel kuni soat 18:00 da ikkinchi xonada farzandlarini birinchi sinfga bermoqchi bo'lgan ota-onalar uchun yig'ilish bo'ladi deyapti. Uchrashuv. Bu aynan shu e'lonni qayerda ko'rishimiz mumkin? Bankdami, maktabdami, magazindami? Albatta, maktabda. Da, shuni belgilab qo'yamiz. Keyingisi, он интересовался, называется эта улица. U qiziqqanida bu ko'cha qanday nomlanadi? Что, nima, как, qanday, какая, qanday, qanaqa. Bizga он интересовался, как называется эта улица varianti to'g'ri keladi. Shuning uchun kakni belgilab qo'yamiz. Ana endi keyingisi, укажите государственный герб России. Mana bu yerda Rossiyaning gerbini belgilab qo'yamiz. Adashmaymiz. Mana qush, mana uni ichida ikkita boshli, ikki tomonga qaragan qush qizil bayroqning ichida bo'ladi. Может ли иностранный гражданин покупать недвижимость на территории Российской Федерации? Rossiya Federatsiyasi hududida xorijiy fuqarolar недвижимость deganda mana bu uy-joy, kvartiralar sotib olish huquqiga egami? Ha, может, mumkin, не может, qila olmaydi, только по решению суда, faqat sud qarori bilan. Biz o'sha может variantini olamiz.
Endi прочитайте текст и впишите пропущенное слово. Tekstni o'qing va qoldirilgan so'zni yozib qoldiring deyapti. Батыр приехал из Узбекистана. Батыр строитель. Батыр O'zbekistondan keldi, u quruvchi. Endi qarang, как вас зовут? Siz ismingizmi? Меня зовут Батыр. Откуда вы приехали? Siz qayerdan keldingiz? Я приехал из Узбекистана. Кто вы по профессии? Я kimman demak? Строитель deb yozish kerak. Quruvchi u. To'g'rimi? Endi keyingi вопрос. 1917-yilda Rossiya hukmdorligiga kim keldi degan savol beryapti bizda mana. Bu yerga shunday yozsak, aniq fakt bilan bo'lgan narsani bolsheviki. Ya'ni bolsheviklar keldi 1917-yilda Rossiya. Xo'p, укажите государственный флаг Российской Федерации. Bu yerda adashtirishning iloji yo'q, menimcha mana oq, ko'k, qizil. Keyingisi, договор о принятии Республики Крым с Севастополя составлен Российской Федерацией подписал. Kim bu narsani Qrimni Sevastopol tarkibiga qo'shilishni imzolagan? Bu Putin imzolagan buni. Bu internetdagi fakt ma'lumot. Buni topib qo'yganmiz. Въезд в Российскую Федерацию может быть запрещен иностранным гражданам в случае неоднократного 2 или более раза в течение 3 лет привлечения административной ответственности. Ya'ni Rossiya hududi, Federatsiya hududiga kirish taqiqlanishi mumkin xorijiy fuqarolarga qaysi holatdaki ularga bir necha marotaba, 2 va undan ortiq marotaba administrativ javobgarlikka tortilgan bo'lsa mumkinmi? Nevernomi? Неверноmi degan variantda javob berish kerak-da. Verno bo'lsa, verno, neverno bo'lsa, neverno. Ya'ni verno variantini olamiz. Keyingi savol. Прочитайте объявление. Правильный ответ. Уважаемые родители, 2 апреля в 9:00 начнется запись детей 2016 года рождения в 1 класс. Ждем вас по адресу улица Строительный, дом 3. Hurmatli ota-onalar, 2 aprel 9:00 da 2016-yilda tug'ilgan bolalarni 1-sinfga qabuli boshlanadi. Biz sizlarni Stроительный ko'chasi 3-uyda kutamiz. Bu объявлениeni e'lonni qayerda ko'rish mumkin? Oshxonadami, stalovoydami, magazindami? Albatta oshxonada. Mana shunda 20 ta savol. Mana 21, 22siga ham o'tamiz. Mana bu yerda Anna, ты знаешь, не знаешь, приехал ли наш студент? Anna, ты не знаешь, приехал наш студент. Qayerdan deganimizda откуда? Qayerdan kelganini bilasanmi? Anna bizning talabamiz, yangi talabamiz deyapti. Знаю, он приехал из Turkmenistana. Да? Город Севастополь вошел в состав России. Mana sizga aniqligini ko'rsatib beraman. Bu 2014-yilda bo'lgan. O'sha Putin imzolagan, biz yuqorida ta'kidlab o'tgan ma'lumot mana 2014-yilda mana Putin tomonidan Krim hududiga kiritilgan 2014-yilda deb belgilaymiz mana. Xuddi shunday savollar. Высшей ценностью российского государства является Rossiyani eng oliy qadriyati nima desa, человек, его права и свободы, inson, uni huquqlari va erkinligi degan variantlar bo'ladi. Bizda mana shunaqa variantlardan yana 14 ta variantlarimiz bor. Siz ham Rossiyada yurib patent imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tishni xohlasangiz, hozirroq mana shu pastda biz Telegramimizni yoki menejer profilimizni havolasini qoldiramiz. Atigi bir haftalik tayyorgarlik asosida siz hamma savollarni javoblari bilan, пояснение, tushuntirishlari bilan yodlab, imtihonga kirib, bittada topshirib chiqish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuning uchun hozirroq pastdagi Telegram havolasiga o'tib, patent deb yozib qoldirsangiz, biz sizga aloqaga chiqamiz va batafsil ma'lumot beramiz. Agar sizda Telegramda muammo bo'lsa, Telegramga yozsangiz, Max orqali ham bog'lanish imkoniyatimiz bor va kursimiz siz uchun tayyor holatda 14 ta variantini javoblari bilan beramiz. Har qanday savollaringizni yana yozib qoldirsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Havola orqali o'tib, ro'yxatdan o'tib oling.